Assalomu alaykum, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi savoldoshlar. Ko'rayotganinglar Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan Xuyu madaniyat tarqitish cheklik shirkati, Şinjan Albidar madaniyat media cheklik shirkati hamkorlik bilan sungan Şinjan İmra xalqaro savdo cheklik shirkati tajidorligidagi ular shundoq deydi programmasi. Men program riyosatchisi Umid Tursun. Hammalarga ma'lum. Ya'ni mushu yerda o'ltirgan hammalarning shundoq bir orzusi bor. Ya'ni jamiyat uchun ozroq bo'lsin bir kishilik assamni qo'shsam deydigan. Shundoq-ku? Sizlarda yo'qmi? Ba, undaqda ba bo'lsa men bir so'rab boqay. Insoniyat uchun o'zimizning bir kishilik assimizni qo'shishimiz kerak dedik. Qanday qilganda insoniyat uchun o'zimizning bir kishilik assimizni qo'sha olamiz? Endi insoniyat desa bek cho'ng nuqtaga bo'cho. Amaliyotda menimcha men o'yladim, to'p qo'yish bo'lsa, biz hozir o'zimiz qilayotgan, shug'ullanayotgan ishni ko'ngildagidek joyida olib bora olsak, boshqa to'p qo'yish bo'lamdi yoki bo'lmasa yaxshi ishlar bo'lamdi, u o'zligidan olib ketadi deb qarayman. Rahmat, qo'shilamizlar. Qo'shilsanlar, olqish. Rahmat. Balki hamda bu to'g'risida yana o'xshamaydigan fikrlar bo'lishi mumkin. Shunaqo, hamda o'ng tarafdan so'rab bo'lganki, so'l tarafdagi savoldoshlardan men bir so'rab boqay. Demak, bu insoniyat degan nayta cho'ng bir ufqum. Bizchi bo'lgan chaqda hammamiz o'zimizning kasbini so'ysak, kasbimizni bir utuq qozonsak, ota-onamizga, vatanimizga, yurtimizga, o'zimizga yuz kelaligidek ishlarni qilib, kasbda natija qozonsak, menimcha bo'lganda bu insoniyatga to'p qo'shqanlik bo'ldi deb qarayman. Rahmat sizga. Albatta, bugungi bo'lgan programmamizga alayda taklif qilingan bu aziz mehmonimizmi ana ashundoq o'z kasb o'rnida barliqini o'z kasbi uchun beg'ishlayotgan, shundoqla davomli izlanayotgan bir shaxs. Undaqda u zodi kim? Ekran orqali tanishib chiqaylik. Marhamat. Japoliq əmgiki minnatsiz ajr bilan Dunyo sahiya tashkilotining e'tirof qilishi va yuqori bahosiga erishgan ozuqshunos Fariza Muhammad Şinjan Uyg'ur avtonom rayonlik kasalliklarning oldini olish kontrol qilish markazi ommaviy sahiya bo'limining mudiri. Mamlakatlik ma'naviy madaniylik ishxonasi 2008-yildan 2010-yilgacha olib borgan sog'lomlikni mahallalarga yuzlantirish faoliyati tashviqot guruhining Mamlakatlik sog'lomlik ma'rifi ilmiy jamiyatining 2014-yildan 2018-yilgacha yo'l qo'ygan sog'lomlik tarbiyasi faoliyati tashviqot guruhining mutaxassisi. Bu 2012-yili Jungo ozuqshunoslik ilmiy jamiyati tarafidan ozuqshunoslik bilimlarini umumlashtirishdagi ilg'or shaxs degan sharafga. 2014-yili Avtonom rayonlik fan texnika nazorati tarafidan fan texnika bilimlarini umumlashtirishdagi ilg'or shaxs degan sharafga erishgan. Fariza Muhammadning yuqorqi shon sharaflarini uning mamlakatimiz, shundaqla Şinjanning ommaviy sahiya sohasida 30 yilga yaqin japoliq ishlaganligining, borliqini Namrat rayonlardagi kishilar orasida ilmiy ozuqlanish bilimlarini umumlashtirish ishlariga beg'ishlaganligining, ozuqshunoslikni qadr qilib tadqiq qilganligining, nazariyaviy bilim bilan amaliyotni birlashtirganligining mas'uli deyishga bo'ladi. Dunyo sahiya tashkilotining xalqaro sahnasida sharaf quchgan Fariza Muhammadning mukofotlanganlik xabari ulug' okeandan olqib davlatimizga, yurtimizga yetib kelganda har bir jungoliq, har bir shinjonlik uningdan faxrlandi, iftixorlandi. Sharaf to'yg'usiga cho'mgan xalqimiz uning bilan tang shodlandi. Qandoqda hammalar qizg'in olqishlarimiz bilan bugungi aziz mehmonimiz Fariza Muhammadni saktimizga taklif qilamiz. Marhamat. Undaqda o'zingizning salimini naq maydondagi shundaqla ekran oldidagi do'stlar bir yo'llab o'tgan bo'lsangiz. Ekran oldidagi ham naq maydondagi barliq aziz qadrdan saboqdoshlar, ko'rmanlar. Hammanglarga men Farizadan o'ttiq salom. Undaqda sizdan so'rab baqsam, siz hozir qilayotgan mushu xizmatlardan o'zingiz bisim his qilamsiz? Bisim degan tarafdan keladi. Bisim his qilish o'zining iqtidoriga ishonchi kamil bo'lmagan vaqtida, o'zining vaqti yetishligiga ko'z yetmagan vaqtida bisim his qilgan bo'ldi. Bisim bizga bir turtki bo'ldi deb o'ylayman. Bisim har qachon mavjud. Demak, shu burunda tatib kelayotgan so'z, ya'ni bisim bo'lsa harakatdan iborat. Bisim bo'lg'achqa odamda harakat bo'ladi degan gap intayin to'g'ri aytilgan ekan. Undaqda bayatdan men sahnaga chiqishdan avval mushu atrofimizdagi mushu savodoshlarimizdan insoniyatga bir kishi
kishilik hassasini qo'shish degan bu so'zni qanday tushunsizlar degan vaqtimda ikki savodishimiz asosiy jihatdan o'xshash javob berdi. Undaqda sizcha mushu javoblar sizni qanoatlantiradimi? Ballarniki shundaq yosh turib, shundaq javob beralganda men pek xursand bo'ldim. Ballarning degani to'g'ri. Rahmat ada. Undaqda bugun sizdan bizga ilib kelgan temangiz bo'lsa? Bugun endi men shu kasbiy xodimlik bir salohiyatim bilan bir ayol, bir ana bo'lgan salohiyatim bilan, sog'lomlik bir doktorlik bo'lgan salohiyatim bilan o'zimningki shu mas'uliyat va buruch degan tema qarab bir ozroq so'zlab boqay deyman. Bo'ladi, o'qing undaqda ustoz, saknimisiz qoldik. Marhamat. Men bu yil xizmat chiqqan 30 yil bo'ldi. Men Şinjan Tabiiy institutini 87-yil bitirgan. Tabiiy institutini bitirdi desa hammanglar cho'qim axlat kiyib olgan, doktorxonada pokiz bemorlarningki ağrıq, kesel, azaplarını hal qilayotgan bir doktor aldığınlarga keladi. Biroq men o doktor emas. Men jamoat sahiyadagi bir doktor. Biz ya gigiyena doktori deymiz. O xalat kiyib olgan doktor bo'lsa, klinik doktori. Meningki bu kasbim bo'lsa, men Tabiiy institutga kirgan chaqda bir doktor bo'lgan bo'ldim deb shuncha xo'sh bo'lgandim. Mening ota-onalarim uningdan pek xursand bo'lgandi. Har bir hammamizga ayon bir doktor bo'lish yoki butun dunyodagi asosan ko'p sonliq insonlar uchun bir intiladigan bir kasb deyman. Doktorlar bizga insonlarga bizniki og'riq azobimizni, kasallarimizni bu kasallardan qutuldurdi. Şuna biz doktorlarga azaldan boyunca talpinib, hurmatlab kelyapmiz. Biroq men tabiiy institutda 5 yil o'qigan jarayonimda 3 yil klinik o'qigan bolalar bilan teng bularni o'qigan butun shu tabiiy institutda bir doktor o'qiydigan kasblarning hammasini o'qib bo'ldim. 46 kitobni bitkazdik. Ondan keyin bizga yana 6 kitap berdi. Bizim 5 yilgacha bizningki o'qituvchilarimiz bizga dedi, sizlarning kasbinglar bak ulug' kasb. Doktor qaragancha, klinik doktor qaraganda sizlarning kasbinglar ulardan ulug' kasb. Bular chet elda doktorlar 5 yil o'qib bo'lgandan keyin ondan 3 yil gigiyena o'qib, sizlarga o'xshash ommaviy sahiyas doktor bo'ldi deb shunday dedi. Degan bilan 5 yilingizda biz hech nimani his qilmadik. Yanala doktor bo'lg'imiz bordi. Axlat kiyib doktorxonalarda yursak nima degan bir xil talpinadigan bir kasbdi. Shuning bilan 5 yil o'qiganingizda o'qib meni sahiya nazoratiningki tarmog'idagi ozuqliq va yemekliklarningki tekshirish va nazorat qilish o'rniga bo'lindim. O o'ringa kirsam shundaq turmushga zid munosabatlik tajribaxonada yemekliklarni to'g'rab qilib uniki ozuqliq ilmini tekshirayotgan, ma tajribaxonaga kirib bizni ichayotgan yemekliklarning ichidagi zaharlik qo'shgan qo'shilmalarni chashqanlarga berib, ularga tajriba qilib sinab qilayotgan, yana bir ishxonaga kirsam ular qasqan shapkalarni kiyib shu yemeklik zavodlarga kirib ularni tekshirib, ularga layoqatlik kinishkalarni taqitayotgan shundaq bir hayvatlik idorada Onum qarab bo'ldi ekan deb o'zimning kasbiga bo'lgan birinchi qatam azroq to'ygan bo'ldi 5 yil o'qigan bilan. Shuning bilan bu maktab shu idoraga bo'lindim. 3 kun o'tdimi o'tmadimi meni Xotanga bizning birinchi qo'l boshlig'imiz ayol Xotanga mangdi. U vaqtda asla bu yoshdagilar esinlarda bormi yo'qmi 87-yili shu Janub Shinjongda itipli kasal jigar yalloq kesili tozi cho'ng kang ko'lamda taqilib turayotgan vaqtlardi. Shu vaqtda butun bizning xizmatdoshlarim hammasi men bag'ichi Xotanninki nay-nayga yez-yeziga tushib xizmat turi bo'lib u yoqda xizmatni boshlab bo'pti. Jigar kesili bo'lsa yemeklik orqali yuqadigan bir kesel, yuqumliq kesel edi. Shuning bilan meningki xizmatim shularga kurs olib berish bo'ldi. Bularga nima qilmanisi nay berib, yez-yeziga berib, oshxonada ishlayotgan, yemeklik zavodlarda ishlayotgan oil xodimlarga qanday qilsa uy qachidagi uyda ishlatayotgan qoch qumushlarni dezinfeksiya qilgan oldu.
bozordan dori ilib emas, qanday qilsa eng oddiy usul bilan uzul kesil o'zimiz egallab bo'lg'idek usullarda dezinfeksiya qilib, shu kasalning yuqish yo'lini to'xtab, kasallik yuqish nisbatan tuvanga tushagini bo'ldi degandeklarni tushundirdim. Bir yak bosamlar meni apmangan boshlig'im deydi, so'zlab bo'ldi, tarjim qilsidi. Shuning bilan men dedim, men 5 yil kasb o'qigan bo'lsam, men nima tarjim qilaman? Deb oxir bir necha kun bo'lgandan keyin men tarjima emasdim, tarjimonlik bo'lg'ini kelmagandim desam, bilatdim. Senda kasb o'qiganlar ko'rmangdi. Faqat seni qo'shtilliq deb bizning idoraga seni tanlab olgan dedi. Shu gapdan keyin o'zimninki bir xil majburiyatini, o'zim bo'lgan bir xil vazifa, abay umid hukumat degandek bir xil besim his qildim. Biroq shu besim menga shundan boshlab men bir turtki bo'ldi. Shundan boshlab o'zim men shu chaqda oldin avval ulgurib bo'lmagan chaqda xanzucha yezib turib uyg'ur so'zildim. O vaqtda bizning qarshi PPT nimalar yo'q. So'zlaymiz daskalarda. Şunun bilan 3 ay turdim, Xotan, Qashqay, Atuşlarniki barmag'an, yezlari barmag'an, naylari qamidi. Har bir nayi, har bir yezig'i berib kinoxonda, har bir yerlarda Uyg'urcha leksiya so'zladim. Uyg'urcha leksiya so'zlash orqali o'zim koni yeziklarni o'zim o'rganib, bir salom xat opamlarga salom xat yozg'idek bo'ldim. Shu vaqtda endi shu turtki bo'lmagan bo'lsa, shu besim bo'lmagan bo'lsa, aqchan hozirgi Pariza emas deb o'ylaydim. Shu vaqtlarda andiza bizningki shu xizmatda turib aspirantlik o'qish deb bir tuzum chiqdi. Shu birinchi qaraga shundaq o'zim boshliqlarni izlab turib, birinchi qatim muzokara qilgan chaqda meni qo'yibdi. Buning kerak emas, bu aspirantlik. Inovanim olib bo'ldi, boshqa kasblarni yaxshi avatidu deb. Yo'q deb men qanoat qilmay bo'lman. Cho'qim o'zim ilgarilashib o'qishim kerak. Hozir bilan bunday turaversam bo'lmaydi. Qissam boshlam o'nab shuna bilan Shinjang tabiiy instituti o'chaqda bizning shanbamiz yo'qdi, faqat yakshanba dam olatdik, yakshanba o'qiymiz, chorshanba kashda o'qiymiz. U vaqtda mening ikkinchi qizim tug'ilib, asosan bolayim deb qilayotgan vaqtim edi. Shu vaqtda undan shu atdiganda saat 5'te her halda vaqt Beijing vaqti 5'te o'rnimdan turman. Kechda mumkin emas, men bir ana. Yani bir yanchiq xizmatlarim bor, bir ayol, mening yo'ldashim Shinjongda shuda o'qituvchilik qiladi. Uning xizmatini cho'qim qo'llashim kerak. Kechda ularningki tamoqidan, uy ichidan, o'disdan cho'qim chiqishim kerak. Uni tashib etib, men uyni ziddiyatlashtirib, uyni tashib etib, bolani tashib etib, o'rganishni hargizini xohlamayman. Bizniki men deymanki ayollarning tirishib ishlashi, xizmatda natija qozonishi cho'qim uyning, oilaning, turmushining sutini ko'rishni tan ko'tarib olib berishi. Uning ziddiyat bo'lib qolgan chaqda xizmatda siz necha pariza chiqadi. Bolangiz uchun, eringiz uchun siz bir ana, bir xotin. Sizning o'rningizga hech kim dasyamaydi. Bu ziddiyatni hal qila olsangiz, ta olib bera olsangiz, siz xizmatdimi texim ilgirlab o'rganishingiz, ya'ni boshqa natija qozonishingizga nishon qilishingiz kerak. Undan qilsangiz to'g'ri bo'ldi deb men o'zimning ko'z qarash ashtaq o'ylayman. Biroq o'zim sal charchadim. Aspirant o'qimasam bundaq tafakkurga yetmek imkoniyati pek tuvan bo'ldi ekan. Buningda shunga men shu bal imitayotgan vaqtida qiynalib o'qigan bo'lsammi, buni tamamen to'g'ri qildim deb o'ylayman. Aspirant o'qib bo'lganingizda yana bir fursat keldi oldimga. Osonlik kasbiy xodimlarni alayda tarbiyalash, qo'lliq xodimlarni alayda tarbiyalashdi. Shanxay medisina oldini ilish va tadqiqot qilish o'rnidan menga qabul qilgan uqtirish keldi. O vaqtda 2 yillikdi. Shunga bolalarim kichik, birsi 7 yoshda, endi maktab kirmoqchi, birsi o'rta maktabga chiqmoqchi vaqtda. O vaqtda o'yladim, hargiz men 2 bolani 2 yil tashlab qo'yib, u yerda 2 yil o'rganish qilmayman dedim. O bolani men Shanxayga olib, o bolanimni Shanxayning shu ma'rif tarbiyasini ko'rsatib, men bilan tang 2 yil o'zimning xizmatini, tadqiqotini tugutib, bolalarni bir ilgilashtirib, ko'zini ichib kelay deb tamam qilib bu yoqqa mangdim.
Yo'ldashim shundoq qo'lladi. Yo'ldashim qo'llamasa ish qilgani bo'lmaydi bir ayoldi. Badim. Berib shuni maktablarga o'rinlashtiray deb qilsam, yo'ldashim o xizmatimninki xarakterini o'qib, bizni o tadqiqot o'rnidan jiroq bir atdigan abduz o'ltasak 1 soat bordigan yerga menga bir uy hazırlab berdi. O yerdan men xizmat o'rnini berish uchun 1 soat, 1,5 soat ketdi. Bu Şanxayga borgandan keyin men his qildim, uydagilar bilan paranglashib turyapman. Bu Şanxaydagilarninki xizmatdagi politsiyasi, xizmat bo'lgan bu usuli ajoyib. Bak astoydil. Shunda o ahvollarni yo'lishim dedim, o xizmat vaqtida men o balalarımni maktabga olib borib, akilib qildigani sal qiyinchilik o'xshaydi. Biroq buni yengib keta olmayman. Maktabni aloqlashyapman desam, yo'ldoshim dedi, "Bo'ldi, xotirjam o'qiyvergin. Ikki balaga men amal qilaman." deb qarab turdi. Shuni 2 yilni amal qilib, bir kunni isrof qilmay 2 yilni 1 yilda 5-oyning 13-i borgandim. Yana 1 yili 5-oyning 13-i qaytib keldim. Shanxayda o'qiyotgan, Şinjandan tunji qitimliq avatgan to'liq o'rtadagi Uyg'ur bolalarning shularning ozuqliq ahvolini tadqiq qildim, tekshirdim. Shu tadqiqot orqali men yana bir ishni his qildim. 1 yil tadqiqotni qilib, shunaq maydonni tugitib, ilmiy maqolamni yezib, ilmiy maqolani ilmiy jurnallarga e'lon qilib tugatdim. Tugatgandan keyin 1 yil tugatdim deb Şinjandagi bizni nima qilgan idoraga iltimos qilsam bo'ldi, qaytib kelsam bo'ldi dedi. Shunga men qaytib keldim. Biroq 3 yil o'qib bo'pmi, shu bolalarning tekshirish ahvoliga qarasam, bu bolalarda ozuqlik kam ahvol. Men tömür maddesi kam bo'lgan ahvolini asos qilib tekshirdim. Tömür maddesi kam bo'lgan degandan keyin bu yemaklik jihatda to'g'ri tanlash qilmishlari yetilmagan. Bu nemishqa yetilmagan? Ozuqlik to'g'ri bir ko'z qarash yo'q. Shuning bilan bu asli bu 1 yilda men boshqa tim bilan o'zimcha boshqa tadqiqotni qilaman. Tajribaxonada mani deb nim qilgandim. Shu tadqiqot qilgach, o'zimni yana bir qatim radga soldim. O'zimningki vazifasi, o'zimning majburiyati nimaligini yana bir qatim aniq ochiq oldimga keltirdim. Men bu tadqiqotni bu cho'nqurlashtirib, men hech qilolmaganman. Hozir birdan birsi Manga ko'z oldimga keladigan men bir eng muhim, eng shu vaqt qiladigan ishim nima desa, shu yashayotgan diyorimdagi qarindoshlarimdagi ozuqlik jihatdagi bilimlarini umumlashtirib, bularga to'g'ri ilmiy ozuqlik, ilmiy yemakliklarni tanlaydigan ishlarga tirishsam bo'ldi ekan deb o'zimning tadqiqotni qilib turib, men yana shuning bilan iltimos qilib Fudan universitetiningki gigiyena fakultetiningki shu aspirantlik o'qiyotgan bolalarning darsiga qatnashib turib, ijtimoiy tibobat fanlari degandek statistika deganlarni o'rganib, qandoq qilgan chaqda shu hozirgi birlikka kelgan ilm fan, ozuqlik jihat ilm fanni qandoq usul bilan, qandoq mahoratni yetkazib, mishlarniki o'zininki sog'lomligini saqlash uchun bir xil mahorat yetkazish uchun qandoq tadbirlar bor, hozir qandoq fanlarda taraqqiy qilyotidi deganlarni o'rgandim. O'rganib, shuning bilan bir yildan keyin qaytib keldim Urumchiga. Bəzən özümdən kəşflərini ağzım yox, bırak oylasam da misal konup yana yerim buldu. Şunca gaylar bilan, şunca nişanlar bilan qaytib kelgan çağda 39 kirdim. Men 45 kirgichi doktorluqni o'qib, men shu Şinjanda cho'qim shu diyorimizda ozuqlik ahvolini cho'qim bir hal qila oladigan bir qo'shin tuzish uchun bir boshqa odam bo'laman deb niyat bilan kelgandim. Qaytib kelib bir necha oydan keyin o'g'lim oqqandan chiroq bo'lib diagnoz qo'yib chiqdi. Shuning bilan 1,5 oy, 2 oy Shanxayga borib davolandik. Shanxay tugab ketdi, qaytib keldim. Shanxayda balamning muzlagan jasadini mashina o'zim bag'rimga yig'ib turib qaytib keldim. O vaqt butun jahon menga nima ozuqlik fan, nima xizmatdagi nishon, nima o'qig'unim, yana hech nima ko'zim hech nima ko'rinmaydi.
pushmonlam bordi. Shu balamning ketib qolganini uqqan bo'lsam, men 1 minut bo'lsinmi shuning bilan birga yashasam nima degan yaxshi deb. O pushmonlarni kech kunduz 6 oy uxlamay pushmon yedim. O'g'lim tugab ketgandan so'ng Kanadaga o'qishga shuni oldida tayyorlik qilayotgan desam, menga dedim. Turmush davomlashidi, sen menga o'qishing o'qiyva. Tatqan qilib dedim. O'zim qaytib keldim, biroq o'zim qolib qoldim, o'zimni faqat kontrol qilamdim. Shu vaqtlarda men uyim idoraning ichida. Balammi shu idorada cho'ng bo'lgan. Derizamdan top maydon ko'rinib turdi. Har bir top balla top oynasa, yiliq ovoz mening yuragimda balam tasavvatga. U ovoz menga shuncha. Bo'ldi, men ovozni o'zim anglamay deb 6 oydan keyin Kanadaga chiqib ketdim. Chiqib ketib, yo'ldoshim bilan yashadim. Shu muhitdan salshiroq bo'lgandan keyin ancha-muncha o'zimni kontrol qilib meningki hozir yo'lda menga vassam, ketib vassam, mening bu jamiyatda hech qanday bir qimmatim yo'q-ku. O'zimningki yurtida yashagan bo'lsam, bir masalani ko'rgan bo'lsam, mening idoram avtonom rayonlik idora bo'lgandan keyin mandaq masala bo'lyotdi. Ma tadqiqot, ma xizmatdan keyin mandaq statistika bilan mandaq xulosaga keldik. Shunga siyosatni mandaq qilsak bo'ldi ekan deb bo'lsa-mu, men fikr bera oldim. Keyin uni jiqqalanmasam, azroq bo'lsam o'zgartib, bir davr uchun, bir qarindosh uchun bir kuchim yetadi. Bu yerga nima kuchim yetadi? Nima ish yashayman deb qaytib kelib o vaqtida ig'royoq etdim. Balamni to'qqichi yana o'yladim. Shungacha andinza o'zim bu bizning diyorimiz Xinjiangda meni asonliq millatning ichidagi g'olliq kasb xodim deb avatgan. Buningga bizga yana bizni qo'llaydigan yanchiq mablag'lar bordi. Buning hechini qilmadim. Men deb shu ig'roq vaqtida o'zim bir tadqiqot temini yozib iltimos qildim. Balam tug'ib bo'lgandan keyin bu tadqiqot temi qo'limga keldi. Bu shu yosh o'smirlarningki ozuqliq jihatda bo'layotgan ahvolini tadqiq qiladigan bir tema edi. Shuning bilan endi 10 yil meni o'zimningki shu o'zimning shaxsiy turmushidagi ko'ngilsiz bu alqalarni hisoblamagan chaqda men bu 10 yilda o'zimni bir saviyasini ko'tarish uchun bir tarafdan tafakkur qildim, bir tarafdan tirishdim, bir tarafdan o'zimning salohiyatini mamlakatga o'zimizning kasbidagi doiradagilarga bir ixroqig'idek bir darajaga yetkazguni bir tirishdim. Shundan bu tadqiqot temam chiqishning oldida shu Urumchidagi bolalarningki nashliq ahvollarini tekshirib chiqdim. Bir maqola yozsam, bu bizningki mamlakatda ichilgan cho'ng bir yig'inda shundoq olqishga ega bo'lib, cho'qim shakilib bu maqolani biz bilan fikr almashtir degan chaqda, o chaqda ma'lum sabablar bilan bora olmadim. Shuning bilan buning bilan tang o'zimning tadqiqotni olib borgan kim buning natijasini e'lon qildim. E'lon qilgandan so'ng Pariza kim desa hammasi biz bilamiz degidek bir darajaga yetkazdim desem endi bakroq ma'lum qilib ketgan bo'ldi, biroq shundoq bo'ldi. Har birimiz 30 yildan so'ng avval 10 yil tirmishib ishladim. 10 yildan keyin o'zimning iqtidorini ko'tarishga, o'zimning saviyasini texnik mukammallashga, o'rganishga, bilim oshirishga tirishdim. 10 yildan keyin o'zimniki shu xizmat o'rnida turib, mas'uliyatchanligim bilan mening burchim nima? Mening burchim bir avtonom rayonlik idoradagi bir o'rindagi kasb xodim cho'qim o'ziniki yashayotgan diyordagi shu masalani bir bo'lsin, ikki bo'lsin hal qilish kerak deb o'zimniki bir shu burchimni tunib ishladim desam bo'ladi. Demakchi bo'g'inim, endi biz bir oliy maktabni bitirib har birimiz bir kasb egasi bo'lib chiqamiz.
Әмді өзіміз үміт қылғандек, күткендек, şu кәсіп орыныға ішләлісек, şu кәсіп қадым болып ішләлісек, о біздің тәлейміз. Өзіңлар яқшы көген кәсіпні талай алайсызлар, өзіңларын тырыш үшін. Бұл бәк яқшы дәуір. Өзі яқшы көген кәсіп болса, андан бір қызғынлық болды, андан өзіге бір мәсулиетшілік болдыған бір iqtidарға ega болғаны адам тырышыды. Şu işlegen hizmet orunda bolamdı, yaşavatkan şu cemiyette bolamdı, ictimai münasebet bolamdı, andan adam bir hürmetke, andan bir namga erişidi. Bir hürmetke, namga erişkendekin adam andansa özüneki bir burcun tonuydu. Burcun tonugandekin yeni bizneki məsuliyyətçanlığımız, Müşü royumuz, bizneki burcumuzni ada qıldığan özümüzki andan bir iqtidar, bir yolunu köstüdü. Meydanimizdeki mehmonlarimizdan shundaqla yoshlar vakilining qanday savollari bor birlikda anglab boqandik. Nashtilikni qanday tayyorlasa ilmiy bo'lgan bo'ladi deydi. Oliy darajalik nashta bo'lsa, hamda nashlangan chaqda bizniki bir adamningki bir tushunavoqi, o'rganish, xizmat, modda almishish, yosh o'smirlarniki o'sib yetilishini kapolat qilish degan ozuqliq ilmlarni ta'minlagan nashta bo'lsa, oliy darajalik yaxshi deymiz. Oliy darajalik yaxshi nashtalar cho'qim non un tarkibi bo'lishi kerak, süt tuxum bo'lishi kerak. İmkoniyat bo'lsa, azroq hayvonotlardan manba bo'lgan oqsil yemekliklar, azroq go'sht yoki bizningki yaxshi ko'radigan tuz, nimalari kam bo'lgan qizi go'shti, kalla go'shti degandeklar. Bu süt tuxum, go'sht bu oliy darajalik oqsil badnimizga nim qildi, bizning o'sib yetilishimizga kafolat qildi. Hamda non, un tamoqlardan bizga kerakli bo'lgan qandlarni ta'minlaydi. Shakar tarkibi bizningki mingimizga yetarlik oksigen ta'minlaydiganға kafolat qildi. Shunlashqa bolalarniki o'qitish natijasi, zehnisi birga kelish uchun degan azroq non bo'lish kerak. Biz bizniki yaxshi odatimiz azroq yong'oq, badam qo'shishimiz, buning ichida to'yilmagan may moddasi bo'ldi. Xo'sh, undaqda endi biz yoshlar vakilining qanday savollari bor anglab boqaylik. Marhamat. Yaxshimisiz? Men hozir shu ig'iz bo'shliqqa meditsina kasbi bo'yicha aspirant o'qiyapman. Endi siz bayam shu degan chog'da shu o'zingiz erishgan sayya fondiga azroq tushuncha bergan bo'ldingiz. Unda bo'lsa, siz shu sayya fondini endi qanday sharoitlarni hozirlagan chog'da shu sayya fondiga erishgili bo'ldim, shu yerda azroq tushuncha bergan bo'lsangiz. Endi bu fondni qo'lga keltirish uchun biz bir qo'shunga yo'llanamiz kerak. Biz shaxsiy birsimiz hozir, masalan siz yoki Jaloldan qaytib kelgan, yo doktorlikni bitgan bo'lsangiz, buni sal oson keldi ekan. 45 yoshdan tuvan vaqtlarda. Yaxshi bir qo'shinni deb bo'lsangiz, endi bu bir supbek muhimkan. Shunlashqa hammamizga ayon bu fursat bo'lsa, tayyorlik qilib turgan odamlarga mansub. Rahmat. Assalomu alaykum Bazirada. Ben Şinjan Tibbi Üniversitesi 1. Qarmaq doktorxonasidan doktor. Bayanmı deb o'tdingizmi shu ko'p qitim asos qatlamga tushib, shu sog'lomlik tarbiyasida bo'libsiz. Shu yezli qishloqlarda tarbiya, shu sog'lomlik tarbiyasi olib berishda bizning diyorimizda qanday qiyinchiliklar mavjud? Men 30 yil avval shu Qashqaga berib, Qashqadan atış deb tushdim. Bularninki eng oddiy birsi puli bilan yemeklikni o'xshash bir qo'lda olmaydigan deganni bir mazmun qilib umumsan leksiya so'zlagan. Qanday bo'lgan chaqda pul degan nereden keladi? Pulni tutib, ya'ni yemeklikni tutib qilsaq yuqumli kasallar tarqalib ketadi degan ahvollarni. Endi hozir 30 yildan keyin, hozir bas 30 yildan oldidagi Qashqa bilan hozir Qashqa o'xshamaydi. Mayli shaxsiy turmushdan bo'lsin, uydan bo'lsin, ayollarning kiyim, kechigidan bo'lsin, zip-zinnatdan bo'lsin, osmon yer farqi bor. Biroq o'zim o kuni xizmatdan keyin shaxsiy bir chaylab boqay deb men tuqqanlarning uyiga kiratdim deb boshqa ko'chalarga berib o'zim aylanib bir lampon serg'ash etayotgan bir oshxonaga kirdim.
kirib shundoq obdan chiroyli bezabdi. Men bir kishilar bering deb uni yeb shundoq kaynim qora chiqib ketgancha dedim. Shundoq o'zim ishtiyoq bilan yeyotdim o'xshagan tomoqlarni. Qarasam shu serg'ashni tutdi, pul bergan pulni oldi, shuning bilan pulni cho'tiga soldi, yana elib bilan serg'ashni tutdi. Shu o'yga tushib ketdim. Men 30 yil avval kelgan, shu uning oldida ko'chalarni cho'glab yurtimiz nima degan o'zgarish bu, ha? Nima degan boyasha turmush deb ketgandim. Bu ong nimishqa o'zgarmagandi, kayniga inib ketgandi. Ha? Biz 30 yil avval shu leksiya so'zlagan chaqda ular hammasi qotdi. Qo'lda bilan pulni, mal bilan pulni bir qo'lda o'xshash olmaslik kerak degani. Nimishqa 30 yildan keyin shuncha chiroyli bezabdi bu o'xshash oshxonni. Bu ong o'zgarmadi dedi. Shu hozir ong o'zgartish qaraganda masala emasdek bo'lgan bilan bu cho'ng masala bo'lyotdi. Masalan, bizning hozir Afrikada bir oddiy bir usul qo'l yuvish harakati degan. Qo'l yuvish harakati deb, mash qo'lni uzul kesil yuvganda, o'lchamlik bilan yuvgan chaqda, mash Afrikadagi yuqumliq kasallikki xeyli yuqori nisbatini tuvanga tushadigan bir sanspir bor. Shunlashqa men tuvan tushgan chaqda maktab bo'lsa, yasli bo'lsa yoki bir yig'ilgan to'plar bo'lsa, bolalarim qo'l yuvamsizlar, desam qo'l yuvamsizlar, qo'lni qanday yuvamiz deb so'rayman shu. Shuning bilan men sizlarga o'tib qo'yay. Bugun kimning tug'ilgan kuni? Tug'ilgan kundagi naqshni aytding, sen nimishqa ma'lum deydi. Aytdim, bir tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin degan naqshni aytib bo'lsam 32 minut ketadi. Mush naqshni tuguchi so'ng quloqlarni to'xtatmaysizlar. 7 bosqichda yuysizlar. Deb endi oddiy shu yerdan boshlab endi meningki bak endi ko'rinigidek bak to'ppam yo'q desam bo'ladi. Endi mishnimi shu endi konkretni birdan-birda inchga halqalardan tortib biz umumlashtirishimiz kerak. Andan bizning turmush odatimiz bir ong kirgizish kerak. Mish sog'lomlik bo'lgan ongni oshirish kerak. Ham shuningga kuchashqa, shuningga plan qilyapman. Rahmat muallim. Amalarning qo'linglar bekago, amaylan birlikda o'ginaylik, ha? Qandoqda, muallim? Maqsad, prinsip qo'limizniki har bir barmoqdagi yoshirin mikroblarni, ziyonli narsalarni yuvib chiqarib o'tish, shuning bilan shu orqali yuqadigan kasallarni bizdan xoli bo'lish. Shunaqmi? To'g'ri. Shunlashqa bizga nariga, qo'limizning nariga bakroq mikrob yuqadi, ham mikrob yuqishi mumkin degan yana hammamizni yuvishimiz kerak. Faqat suvda yuvib chiqargani bo'lmaydi ba'zan mikroblarni, viruslarni. Shunlashqa sopun surtishimiz kerak. Sopun surtish bo'lib, qo'l yo'l holat bo'lsa, yo'l holatda mikrob jiqroq ko'payib ketadi. Birortal mikrob qolgandimi? Shunga quruq bo'lish kerak yuvib bo'lgandan keyin. Shunlashqa avval suni qo'limizni yo'ldaydig'imiz o cho'qimlam yo'ldaymiz, ondan sopun surtimiz. Sopun surtganda tez holatda uzil kesil mikroblarni, maylar bilan aralash mikrob viruslarni chiqargani bo'ldi, sopun surtimiz. Qo'limizniki o tashqi kasal doktori o bekra o'qish kerak. Bu qo'limizniki tirnoqlarni ichiga solamiz, mandaq solamiz, barmoqlarni mandaq solamiz. Ondan beg'isimizni yuvishni cho'qim unutib qolmaymiz. Shuning bilan suvda chaqab mazg'ablarni pakiz chiqarib o'tgandan keyin quritish yeri bo'lish kerak. Shunlashqa bizningki odatimiz ma'lum qo'lda yuvib bo'lgan longani elib, cho'jingiz ma'ni olishimizmi, u ilmiy emas. Yuqumli kasal qilishi mumkin. O'g'in oldik, savoldoshlar. Farizada yaxshimisiz? Men Xinjiang Tibbiy universiteti klinik davolash kasbining o'quvchisi. Bugun siz bilan yuzma-yuz turib fikrlashish fursatiga erishganligimdan aytdi, xursand bo'laman. Hozir siz bayon deb o'tgandek ilmiy uzuqlanish degan bu tema butun jamiyat ko'z tikayotgan bir temaga aylandi. Lekin bizning ilmiy uzuqlanish bilim qurilmamizning sistemlik bo'lmaslik sababi tufaylidan yana bizda nurg'ulg'an saqlam bo'lmagan uzuqlanish odatlari saqlanib kelmoqda. Buningga sizning qanday bir taklif fikrlaringiz bor? Hozir biz kasb qo'shindan bakroq so'z sahiyadagi korxonadagi qo'shimlarningki ovozi ko'tarilib ketib bordi kundan kuniga. Bizningki kasb qo'shinimizningki ilmiy ozuqlanishlar degan
avazları, mallarning avazlarini bizni yeb bitib bordi. Bular moddiy maqsad uchun, ba'zan manfaat uchun tirishib, tirmishib, har xil ahvollar bilan ko'p sondagi qarindoshlarimizni qaymaqtirib, ilmiy bilim degan nima, ilmiy ozuqlanish degan nima deganlarni anglaydiganga fursat bermay, bularninki kallasini boshqadan yuyib, bularning o'zlarining maqsadiga yetib, o'zlari siz tavsiya qilayotgan sog'lomlik mahsulotlarni iste'molchilarga setib, bularga shu sog'lomlik mahsulot bilan kasallanib davolangani bo'ldi deb, ba'zan kasallarniki normal davolangani bo'ldigan bosqichga ta'sir yetkazib, aksincha ahvollarni sog'lomlik masalalarini keltirib kelyotdi. Deydiganim, avval bu sog'lomlik ilmiy ozuqlanish bu ovozni, bu signalni, bu uchurni nereden anglash kerak, nereden qabul qilish kerak? Cho'qim salohiyati bor, nufuzliq so'zlayotgan organlar, tarmoqlar yoki undidori nimalarda bular nima maqsad uchun ma'ni so'zladi? Buning ostida nima bor? Deb o'ziniki sog'lomligiga o'zi mas'ul bo'lish kerak. Biz qaqshab, tirishib, jafo tortib qilsak, bu ovozlar bizning ovozimizni besib ketib, bizni zodi qayg'u bir holatga keltirib kelyotdi. Shunlashqa har qanday mayli sog'lomlik uchurlar bo'lamdi yoki boshqa uchurlar bo'lamdi, shu uchurlarni qabul qiladigan hozir bir uchur davri bo'lgandan keyin cho'qim siz bir nopusliq salohiyati bor shaxsiydan, organdan qabul qilgan chaqda cho'qim bir ilmiy ozuqlanishga, bir ilm bilimlarini egallashga bir asos tikligini bo'ladi, o'zining sog'lomligiga kafolat qilgani bo'ladi deb o'ylayman. Assalomu alaykum Parizada. Hozir bizningki shu diyorimizdagi xalqimiz bilan chet eldagi taraqqiy qilayotgan ellarning ozuqlanishida qanday farqlar saqlanyapti? Shu to'g'risida bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Yeməklik qurulması şənşiçiyə deyimiz, dünya boyunca 4 xilga ayırırız. Cungoçi, Avropaçı, O'rta Osiyochi deb. Biz eng tavsiya qildimiz O'rta Osiyochi yeməklik qurulması. Bu yeməklik qurulması sayko'ktatni asos qiladi, dengiz mahsulotini asos qildi, o'ruq, go'sht, mayni kontrol qilgan hamda hayvanotlardan bo'lgan oqsillarni ma'lum miqdorda kunda ozroq iste'mol qilishni asos qilib tavsiya qiladi. To'yilmagan may qo'ymay, hayvanotlarning mayini yeyishni xoli bo'lishni asos tavsiya qiladi. Tuzni kontrol qiladi. Tuzsiz yenik tomoqlarni yeyish, mayda dog'ilgan, mayda pushag'an yemekliklardan xoli bo'lish deganliklarni asos qilgan. Bundaq yemeklik qurilma insonlarga ozuqlik jihat yetishmay kelgan kasallarning oldini olishdan boshqa, shuning bilan tang ozuqlik tamponish buzilib ketib, energiya eshib ketib, qon besimi yuqori bo'lib, diabet kasal bo'lib, yana boshqa asqat xarakterli kasal bo'lishninkini oldini olgani bo'ldi, nisbatan tushagini bo'ldi. Donliq ziroatni 200 gram, 50 gramdan 200 gramgacha yesa, sayko'ktatni kunda bir jing yeyishni kafolat qilsa, mevalarni 200 gramdan 300 gramgacha yesa, kunda 300 gramdan yuqori bo'lgan sutlar iste'mol qilsa, may 25 gramda ishib ketmasa, tuz 6 gramda ishib ketmasa, kunda degandek turchoq, yemak taomlari ko'p bo'lgan tatliq baranga qatorliq yemakliklarni jiqroq iste'mol qilish deganni ko'rsatmalarni butun hozir o'lkalarda tashviq qilib nimqotadi. Shunga boshqa davlatlardami mushtaq yemakliklarda, qonunlarda bergan bu maqsadning hammasi shu ozuqlik kam bo'lganini kontrol qilish, ozuqlikni qalamqalashib, energiya ishib ketib, boshqa kasallarning bo'lib ketishining oldini olish uchun chiqargan ko'rsatmalar. Assalomu alaykum. Shu jamiyatimizda hozir o'quvchilarda axlat yemakliklarni yeydigan ish hozirim bor. Oliy maktab o'quvchilarimi dumi ko'rilyapti. Sizcha shu axlat yemakliklar bilan shu rak kasallik, o'smir kasalliklarining yuz berishida qanday munosabatlar bor? Hamda hozir umumiy hukmda
ichimliklar, yemeklikler, mayda dağılınıp pişirilgan tohu göçleri, tatlık yemekliklerini ahlat yemeklikler deymiz. Hem de demekçi boğulmaz, hem de mandaq deyilip atıdı. Nemişqa degen bunun hem de bu yemeklikler neme boldu dese, bu yemekliklerin içinde ozuqluq, qoyuqluq, ozuqluq qımmeti bək tövən, yenyamıydı deyimiz. Energiyası haddan arttık. Sizniki bədəninizə ehtiyac bolğan ozuqluq ilmit, vitamin, aqsil, mineral deganlarni ta'minləyənməydi. Biroq siz ehtiyac bo'lmagan haddan ortiq energiyani shimirib olasiz. Shuning bilan bu energiya mayga aylanib, badanda eg'irlik oshib ketib, samirib ketishdan bosh kasallarni keltirib chiqaryotdi. Shunlashqa buni axlat yemaklik deb ko'ryapmiz. Siz abay moyum bek cho'nqur bir savolni so'radingiz. Bu yemeklik bilan rak kasalining munosabati bormi deb. Rak kasalininki ko'p sondagi rak kasallar yemeklik bilan munosabati bo'ladi. Buning nisbati aniq emas. Biroq rak kasal bo'lishningki sababi murakkab ham turlari ko'p. Ersiyat, moyut, yemeklik, har xil kayfiyatmi bo'ldi deb hozirgi bizning olimlarimiz xulosa chiqarib birlikka kelyotdi. Sog'lom bo'lmagan turmush odati sog'lomligimizga cho'qim ziyonliqlarni keltirib chiqardi. Bu yemekliklar bizningki ig'irligimizni oshirib o'tadi, samirib ketadi, samaganlikdan boshqa kasal keltirib chiqadi. Assalomu alaykum Pariza muallim, xush kelibsiz. Men yoshlar vakili Nurjamal Amud. Siz mushu xalqimizning ishidan chiqqan o'zingizning kasbidan nurg'un natija yaratgan bir muvaffaqiyat qozong'uchi bo'lib sifatingiz bilan sizning mushu keng xalq ommasiga va shundoqla bizdagi yoshlarga degan qanday yurak so'zingiz bor shuni anglab boqqan bo'lsa. Rahmat. Avval o'ziningki yaxshi ko'rgan, o'z so'ydigan, o'z tushungan kasbni tanlashi, kasbni tanlab o'qib, shu o'qib bo'lgandan shu kasbni shug'ullanganini chan dilimdan tilakdashman. Hamda faqat o'zi yaxshi ko'rgandan keyin odam shuning qizg'inlik bo'ldi, shuning mas'uliyatini o'z ko'tirdi, shu burchini ado qildi, shuning bilan qizg'in, shuning shug'ullanib qilgandan so'ng andan siz bu qilayotgan xizmatingizningki keyingi ahamiyatini tushungan chaqda odam armay, talmay, shuning jafosini yengib, shu qiyinchiliklarni yengib, shu natija qozongan bo'ldi. Rahmat muallim. Haqiqatan mana eng oxirida so'ralgan savol bilan biz bugungi bu sam programmamizga javob topgandek bo'ldik. Shunday-ku. Xuddi Pariza muallim aytganga o'xshash o'zimiz yaxshi ko'rib tanlagan shu kasbning eng oxirgi mevasini shundaqlar natijasini ko'rish uchun biz nima ishlarni qilishimiz kerak? Hammalarga ma'lum, hamda buyuk ishlar albatta intayin kichik ishlarga mas'ul bo'lganlikdan, mas'uliyatchanlik bilan qarg'anlikdan kelib chiqadi. Shunga har birimiz o'zimiz qilayotgan shu ish, shu kasb, o'qiyotgan shu kasblarimizga nisbatan ilib aytganlikda biz mas'uliyatchanlik bilan qarasak, uni boshqa astoydillik bilan qarasak, astoydil pozitsiya tutadigan bo'lsak, meningcha cho'qim Pariza muallimga o'xshash, uni boshqa yana nurg'unlagan utuq qozongan kishilarimizga o'xshash utuq bizni kutib turadi. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, ular shunday deydi programmasining mazmuni mana bu yerda oxirlashdi. Keyingi hafta ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.